Mana so'raganlarga Kia K5 kutganlaringizmi? Buni takror siz uchun lyuk panoramalari ham mavjud. Lekin buni yili necha aka? 21-yil yili. 21 ha? Vay. Buni o'zi boshqa dunyoda bu. Balon diskasini oling. Xalq mazza qilsin. Panoramasi bitta shularga o'zi tepaga o'chiladi, bilasizmi? Bahaybat degan ana shuda. Bahaybat. Panorama lyukda. Panorama lyuk. Shtorumlari yo'q, ammo orqasida, lekin orqasi ham kengishligini qarasiz. Lekin Kia K5 bo'lsa zo'r aka. Bilasizmi? Mana sizlarga Propan balon nimasi propan gaz balon qo'yilgan. Hozir kunda rasxodi bormi? Yo'q, rasxod umuman yo'q. Umuman yo'q. Yo'q. Kraskachi? Kraskasi top toza, faqat mana shu orqa krilo bilan mana shu eshigida ikkita vakuum chiqarilgan joyi bor. Mana shu yerlarda. Chiqarilgan joyi bor. Ikkita vakuum chiqarilgan Yaxshi joyi aka, bor. shu narsani aytganingiz yaxshi, bir ikki Yo'q, endi aytmaydi. to'g'risini aytib sotish kerak edi, bo'ldi endi. Lekin mana vakuum qilgan bo'lsa ham shaklingizni zo'r. Вообще, buncha odam bilmaydi hozir. Shuni aytganingiz o'zi yaxshi. Narxi qancha aka? Aka 25,5 deyapti. Savdosini tochka qilib qo'yamiz aka. Eng oxiri. Umuman shu qarindoshingizga ham bermaydigan narx. Bilam? Kelishtirib beramiz aka. Qo'lingizni bering. 24 mingga qo'ydim, nomer telefoningizni ayting. Yo'q, 24 Bitta nomer telefoningizni ayting. 99lik. 99lik 131 131 1985. 1985 500 qo'yishdim. Bor baraka bo'ldi aka, gapiring. Bilam? Bo'ldi. 24 ming 500. 24 500. Bor baraka. Agar ma'qul kelsa bosib yuboringizlar. Kraskasi Radnoy Kia K5. Sog' bo'lingizlar.